Tasavvur qiling. Siz uyg'ondingiz. Hamma narsani ko'ryapsiz. Ammo tanangiz umuman qimirlamaydi. Nafas olishingiz og'irlashadi. Xonada esa go'yo kimdir bor. Bu nima? Jinmi? Yoki ilmiy izoh bormi? Bu kino emas. Dunyo bo'ylab millionlab odamlar aynan shunday hodisani boshdan kechiradi va boshdan kechirishyapti ham. Uning nomi uyqu falaji. Assalomu alaykum. Men Akmal Abdujabborov. Bugun ko'p kishi boshidan o'tkazadigan, ammo kamchilik tushunadigan uyqu falaji haqida gaplashamiz. Bu mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qilamiz. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, odamlarning taxminan 20-30% hayoti davomida kamida bir marta uyqu falaji bilan to'qnash kelgan. Ba'zilar buni jin deb o'ylaydi. Boshqalar esa oddiy tush deydi. Aslida Uyqu falaji nima? Nega sodir bo'ladi? Nima uchun odamlar qora soya ko'radi? Qanday oldini olsa bo'ladi? O'zi nima yoki kim bosadi? Hozir bizni qiynayotgan barcha savollarga tajribali psixologlardan javob topishga harakat qilamiz. Savol: uyqu falaji nima? Buni REM uyqusi deya olamizmi? Xo'p, uyqu falajining fiziologik, psixologik asosini ochib beradigan bo'lsak, uyqu falaji bu aynan miya, insonning miyasi shunaqa tuzilganki, har doim o'zini egasini tirik saqlab qolishga harakat qiladi, himoyalashga harakat qiladi. Uyqu falaji qanaqa holatda sodir bo'ladi? Ya'ni uyquni o'ziga xos fazalari bor. Ya'ni inson uyqusi bir xil ritmda, bir xil siklda kechmaydi. N1, N2, N3, REM uyqusi, non-REM uyqusi degan uyqu fazalari mavjud. Aynan uyqu fazasining REM uyqu, ya'ni aynan bu qachon yuzaga keladi? O'ng chap miya yarimsharlarida kunduzi inson faoliyat jarayonida yig'ilgan ma'lumotlarni o'ng chap miya yarimsharlarida tahlil qiladi va uzoq muddatli xotirada ko'chirish jarayoni sodir bo'ladi. Aynan mana shu ko'chirish jarayonida insonda REM uyqu holati. Buni qachon kuzatamiz? Insonning ko'zi o'ngdan chapga borib keladi uyqu paytida. Mana shu paytda insonda birdaniga miya uyg'onib ketadi. Miya uyg'onib ketadi, ya'ni yuqorida aytib o'tdim, insonning miyasi har doim o'sha egasini, sohibini tirik saqlab qolishga harakat qiladi. Shuning uchun inson uxlagan paytida, tush ko'rayotgan paytlarda insonning fiziologik harakat qilish imkoniyati cheklangan bo'ladi. Aynan inson uyg'onib ketgan paytida miya uyg'onadi. Nima qiladi? Miya uyg'onib ketgan paytda harakat qilishga ehtiyoj sezadi, lekin hali ham jismoniy tana uyg'onmagan bo'ladi. Mushaklar uyg'onmagan bo'ladi. Aynan mana shu paytda kuzatiladigan holat uyqu falaji hisoblanadi. Tuzilishidan nomi birozgina qo'rqinchliroq tuyulishi mumkin. Ya'ni bu yerda falaj degan termin birozgina insonni cho'chitib qo'yadi. Aynan mana shu falaj degan termin, ya'ni holsizlik yoki bo'lmasa aynan qo'l oyoqlardagi ishlamaslik holati bilan asoslantirib ko'pincha insonni qo'rqitib qo'yadi uyqu falajlik holati. Lekin bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak, uyqu falaji bu qo'rqinchli holat emas, normal tanani beradigan reaksiyasi hisoblanadi. Ba'zan insonning miyasi qo'rquvni mavjud bo'lmagan narsaga aylantirishi ham mumkin. Savol: nega deyarli hamma bir xil qora soyani tasvirlaydi? Uyqu falajida ko'riladigan asosiy holat bu qora soya yoki bo'lmasam qora sharpa holatida izohlanadi. Lekin buni aniq bir isbotlangan ilmiy asosi mavjud emas, chunki aynan uyqu paytida birdaniga, ya'ni insonning qo'llariga qaraydi, xuddi qo'li tepaga ko'tarilayotganday, harakatlanayotganday, lekin haqiqiy qo'liga qaragan paytda joyida turganligini ko'radi. Bunda miyaning emotsiya markazi mavjud. Bu o'sha amigdala markazi deyiladi. Amigdala birdaniga qo'rquv aynan funksiyasini ishga tushiradi. Qo'rquv hissiyoti shakllanadi. Qo'rquv hissiyoti birinchi eng ko'p qo'rqitilgan, eng ko'p qo'rquv hissiyoti shakllangan obraz qanaqadir qora sharpa yoki qanaqadir sharpalarning bo'lishi. Birdaniga o'sha miyaning fiziologik xususiyati amigdala qismi faollashib ketganligi sababli inson ko'pincha birinchi navbatda ko'radigan qismi qora sharpa degan ko'rinishda bo'ladi. Lekin bu degani hamma o'sha uyqu falajidagi insonlarda qora sharpa
bo'ladigan holat emas. Ko'pincha hech qanaqa sharpa ko'rmasdan ham uyqu falajini inson boshidan kechirishi mumkin. Shunchaki o'sha tanasidagi harakatsizlik, nafas olishni qiyinlashishi yoki bo'lmasa ko'krak qafasida bir kishi bosib turganday hissiyotni bo'lishi ham uyqu falaji bilan izohlanadi. Bu ko'rsatuvni olishimdan sabab Uxlayotganimda kimdir meni bo'g'di. Ko'zimga qora sharpa ko'rindi. Xohlasam ham ovozimni chiqara olmay qoldim. Bu kabi so'zlarni juda ham ko'p insonlardan eshitganman. Albatta bu holat men bilan ham sodir bo'lgan. Bundan 2-3 yil avval uyda uxlab yotibman, nimadir bosdi. Uxlaganimga menimcha bir 10 minut bo'ldi, uyg'onib ketdim, ko'zim ochildi, lekin tanam qimillamadi. Qaradim, xonam o'sha hech kim yo'q. Baqirmoqchiman, baqira olmayman, nimadir qattiq bosib olgan, ushab olgan, qo'llarimni qimirlata olmayman. Nima qilishni bilmadim. Keyin tilimni aylantirib zo'rg'a kalima keltirdim, qo'yib yubordi. O'shandan keyin ham baqirishga kuchim yetmagan. Nimaligini bila olmaganman. Undan keyin orada har 3-4 kunda bir shunaqa holat bo'lib turardi. Va bu narsa asta-sekin o'tib ketishni boshladi. Savol: bu insonning ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Uyqu falaji insonning ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Aytganimizdek, bu nomi birozgina qo'rqinchliroq, falaj degan qismi birozgina insonni qo'rqitib qo'yadi. Lekin hozirgi kungacha ham qilingan tadqiqotlar hech qanaqa o'sha uyqu falajidan keyingi o'lim holati yoki bo'lmasa umuman uyqu falajiga qolib ketish holati bo'lmagan. Bu holat 2 soniyadan 2 daqiqagacha davom etadigan holat hisoblanadi. Shuning uchun aynan uyqu falaji holatida inson butun diqqatini tanasiga qaratib, turli xildagi texnika mashg'ulotlari bor. Mana shularni bajargan holatda vaziyatdan normal holatga chiqib ketish imkoniyati mavjud. Ko'pincha qanaqa holatda yuzaga keladi? Kundalik hayotida insonni doimiy ravishda stressga tushishi, stressli muhitda bo'lishi yoki bo'lmasa doimiy konfliktli vaziyatlarga duch kelishi. Shuningdek, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uyqu falaji ko'pincha o'sha yuz usti yotgan paytda, tepaga qarab yotgan paytda uyqu falaji kuzatilish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Buning ya'ni ilmiy asosi yuz usti uxlagan paytimizda til hamda o'sha bo'yin mushaklarida bosim birozgina ko'payadi boshqa holatlarga nisbatan. Shuning uchun buni ham tibbiy ham diniy asosi mavjud. O'sha chap yon tomonga qarab uxlash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu demak uyqu falajini oldini olishiga ham yordam beradi. Qadim zamonlarda ilm bugungidek rivojlanmagan edi. Shu sababdan turli xalqlar bu hodisaga turlicha nom va turlicha izoh berishgan. Savol: uyqu falajidan qanday qutulish mumkin? Uyqu falajidan qutulish mumkinmi? Ya'ni o'zi shunaqa savol berishimiz kerak. O'zi kerakmi uyqu falajidan qutulish degan holat? Aslida uyqu falajidan qutulishimiz kerak bo'lgan holat emas. Bu tanamizning normal reaksiyasi bo'ladi. Ya'ni bu xuddi shunaqa savolga o'xshaydi. Inson stressdan qutulishi kerakmi? Yo'q, stress bilan yashashni, qanaqa yashashni o'rganish kerak bo'ldi. Ya'ni stress har doim duch kelishi kerak bo'lgan holat. Uyqu mumkin bo'lgan holat. Uyqu falaji ham xuddi shunaqa. Normal inson statistikalarga qaraganda insonni normal hayotiy faoliyati davomida 40% insonlarda uyqu falaji sodir bo'ladi. Demak, bu statistikadan kelib chiqqan holatda shuni aytishimiz kerakki, uyqu falaji paytida inson o'ziga tegishli o'sha mashqlarni, tegishli choralarni ko'rgan holatda bu vaziyatni faqatgina boshqarishi mumkin uyqu falajini. Ya'ni bu tuzalishi kerak bo'lgan holat emas, juda ham jiddiy miqdorda xavfli holat ham emas. Qachon uyqu falaji xavfli holatga o'tadi? Agar bu doimiy ravishda bo'ladigan bo'lsa, albatta nevropatolog, psixoterapevt mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bunda o'sha kerakli dori aynan nima tekshiriladi bu yerda? Somnografiya degan alohida jihoz mavjud. Somnografiya yuqorida aytib o'tilgan o'sha har bitta uyqu bosqichlarini alohida tekshiradi. N1, N2, REM uyqusi, non-REM uyqusi har bitta bosqichda bo'ladigan patologik holatni tekshiradi. Uyqu falaji bo'ladigan insonlarda ko'pincha o'sha REM uyqusi paytida ko'plab muammolar ko'rinishni boshlaydi. Aynan mana shu non-REM uyqusi uchun maxsus
preparatlar, dori vositalar berilgan paytda ijobiy natija ko'riladi. Qachon murojaat qilish kerak? Agar haftada 2-3 marotaba takroriy yoki bo'lmasa oyda 6-7 marotaba takroriy ravishda bu holatlar sodir bo'layotgan bo'lsa, albatta tegishli mutaxassisga murojaat qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Psixologlardan javobni oldik. Endi esa ajdodlarimiz qadriyatlari, ma'naviy merosimiz, ishonchli kitoblar hamda aqli ilm insonlarning fikrlaridan javob izlashga harakat qilamiz. Bu videoda keltirilayotgan barcha ma'lumotlar mutlaq haqiqat yoki hukm sifatida qabul qilmasligingizni so'ragan bo'lardim. Bu fatvo emas, bu shunchaki izlanilgan ma'lumotlar hamda muallifning shaxsiy fikri. Savol: ota-bobolarimiz uyqu falajidan saqlanish uchun nimalar qilishgan? Javob: ota-bobolarimiz uxlashdan oldin ham jismoniy, ham ma'naviy poklikka, shuningdek salomatlik va xavfsizlikka qaratilgan muayyan amallarga qat'iy rioya qilishgan. Bu odat ko'p hollarda islomiy tavsiyalar va xalqchil hikmatlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan. Ota-bobolarimizning uxlashdan oldin asosiy amallari quyidagilardan iborat: ma'naviy va jismoniy poklik, tahorat olish, uyquga ketishdan oldin tahoratli bo'lishga harakat qilishgan. Misvoq ishlatish, tishlarni tozalash, og'iz bo'shlig'ini pokligiga e'tibor berishgan. Duo va suralar o'qish, Oyatal Kursi, Ixlos, Falaq, Nos suralarini o'qib, o'zlariga dam solishgan. Tafakkur va tavba, kun davomida qilingan ishlarini sarhisob qilib, xatolari uchun kechirim so'rashgan. His-tuyg'ularini tinchlantirishgan. Xavfsizlik va xonadon odoblari: chiroqlarni o'chirish, shamlarni o'chirish hamda eshiklarni bismillohni aytib berkitishgan, hamda idishlarni ustini ochiq qoldirishmagan. Uyqu odoblari va salomatlik: o'ng tomonlama yotish, o'ng yonbosh bilan yuzni qiblaga qaratib, o'ng qo'lni yuz ostiga qo'yib uxlashgan. Bu yurakka og'irlik tushmasligi uchun foydali deb bilingan. To'yib ovqatlanmaslik: uyqudan kamida 2-3 soat oldin ovqatlanishni to'xtatishgan. Uxlash vaqti: xufton namozidan keyin ortiqcha suhbat qurishmagan. Barvaqt uxlashga va sahar tushmasdan uyg'onishga harakat qilishgan. Shu tariqa uyqu falajidan, jin bosishidan hamda bosinqirashlardan saqlanishga harakat qilishgan. Vallohu a'lam. Men buni qanday yo'qotdim? Albatta, juda ham ko'p insonlar bilan maslahatlashdim. Aqli ilm insonlar bilan, psixologlar bilan va bir narsani tushunib yetdim. Eng muhimi, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Pok holatda, pok yotoqda uxladim. Miyamdan o'sha bosinqirash bo'ladi yoki uyqu falaji bo'ladi degan narsalarni chiqarib tashladim. Eng muhim bilasizmi nima? Mana 10 kun, 15 kun davomida uyqu falaji sodir bo'lmadi. Nimaga sodir bo'lmadi-ya? Bugun sodir bo'lsa-chi degan narsalarni miyadan chiqarib tashlash kerak. Ana o'shanda rostdan ham sodir bo'lmaydi. Agar siz bu narsalarni miyangizdan chiqarib tashlasangiz, albatta bu narsadan qutulasiz. Bu albatta psixologik holatligini tushunib yetdim. Mana hozir Xudoga shukr hammasi yaxshi. Agar siz ham uyqu falajini boshdan kechirgan bo'lsangiz, izohlarda tajribangizni yozing. Balki sizning hikoyangiz boshqalarga foyda berar. Ba'zan eng qo'rqinchli narsa bu qorong'ulik emas, uni tushunmaslikdir. Ilm esa bizga qo'rquvning ortida nima borligini tushuntiradi. Haqiqatni izlash esa har doim qo'rquvdan yaxshiroqdir. Azizlar, agarda bu videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, biz bundan mamnunmiz. Shunday ekan, yana qanday videolarni ko'rishni xohlaysiz? Albatta izohlarga yozib qoldiring. Videoga like bosing hamda obuna bo'ling. Albatta, do'stlar, vaqtingizga rozi bo'ling. Salomat bo'ling. Yana ko'rishamiz.